Ehtimoliy savollarni tahlil qilishda davom etamiz. Sifatlar haqida berilgan hukmlardan nechtasi to'g'ri? To'g'ri hukmlarni topamiz. Sifatlar qora bilan ajratib ko'rsatilgan. Jingalak xil xususiyat sifati, yungdor xil xususiyat, qalin shakl hajm sifati, dag'al xil xususiyat sifati, egiluvchan xil xususiyat sifati, qo'sh xil xususiyat, kalta shakl hajm sifati, qora rang tus, ustki makon zamon sifati, chunki makonni joyni bildiryapti. Oqimtir rang tus sifati, och kashtan rang, bu ham rang tus sifati. Xo'sh, birda parchadagi barcha sifat xil xususiyatni ifodalashga xizmat qilgan. Hammasi xil xususiyat deyapti. Xato, chunki qalin, kalta bu shakl hajm, qora, kashtan rang bular oqimtir. Xo'sh, rang tus. Demak, boshqa turlari bor. Shuning uchun bir xato bo'ladi. 2. Parchada faqat bir xil darajadagi sifatlar bor deyapti. Jingalak, yungdor, qalin, dag'al, egiluvchan, qush, kalta, qora, ustki. Bular demak qanday daraja? Oddiy daraja. Oqimtir, och kashtan rang bular ozaytirma daraja. Oqimtir oqdan pastroq degan. Och kashtan rangdan ochroq, kamroq. Darajasi pastroq degan. Demak, faqat bir xil daraja degan uchun bu ham xato. Parchada bir o'rinda makon zamon sifati ishtirok etgan. Makon zamon qani edi? Ustki mana makonni bildiradi, qaysi joyini ko'rsatyapti. Demak, bu to'g'ri 3. 4. Parchada tuzilishiga ko'ra 2 xil turga mansub sifatlar qatnashgan. Tuzilishi 2 xil deyapti. Mana jingalak, yungdor, qalin, dag'al, egiluvchan, qush, kalta, qora, ustki oqimtir bular hammasi sodda, bitta asosdan iborat. Kashtan rang, qarang, qo'shma kashtan va rangdan tashkil topgan. Demak, qo'shma bilan sodda bor. Tuzilishi 2 xil deyapti. Bu to'g'ri keladi. 5 ga qaraymiz. Parchada tub va yasama sifatlar bor deyapti. Demak, qarang. Jingalak bu tub yasalmayapti. Qalin, dag'al bular tub. Qush ham tub, qora ham tub. Oqimtir ham tub yasalmayapti. Lekin yasalayotgani ham bor mana. Egilmoq qarang. Egiluvchan deyapti. Sifat yasayapti chan qo'shimchasi bilan. Ust degan ravishdan ustga deb sifat yasalyapti. Kashtan rang qo'shma sifat yasalyapti. Qo'shma sifatlarning barchasi yasama bo'ladi. Ko'ryapmizmi? Yasamasi ham va yasalmagan tubi ham bor ekan. Bu ham to'g'ri. Demak, nechtasi to'g'ri deyapti? A javobni olamiz. 3 ta hukm to'g'ri bo'ldi. 3, 4, 5. Mana shu tipdagi savollar tushishi ehtimoli katta. Kerakli, eng muhim savollarni tushish ehtimoli bor bo'lgan testlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.